Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men juda muhim masalani tushuntirib bermoqchiman. Pensiyasini kartaga oladigan fuqarolar uchun xavotirli holatlar ko'paymoqda. Bu gap faqat pensionerlarga emas, ularning farzandlari, nevaralari, yaqin qarindoshlari uchun ham bevosita tegishli. Chunki ko'p hollarda pensionerning kartasi, telefoni SMS kodi yoki PIN kodi bilan bog'liq xatolar butun oylik pensiyaning yo'qolishiga olib kelmoqda. Ma'lumotni oxirigacha eshiting. Yaqinlaringizga ham albatta yetkazing. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ogohlantirishlar ko'p odamni katta zarardan saqlab qoladi. Avvallari ko'pchilik pensionerlar pensiyasini naqd pul ko'rinishida olardi. Kimdir pochta orqali kutardi, kimdir bankka borib olardi. Ayrim hududlarda mas'ul xodimlar mahallaga kelib tarqatardi. Bu tizimda ham muammolar bor edi. Navbat, kechikish, yo'l xarajati, sog'lig'i yomon odamning bankka borolmasligi, ba'zan hujjatdagi xatolar. Lekin bir jihati bor edi. Odam pulni qo'lga olardi, sanardi, uyiga olib kirardi. Pul qayerda turgani ko'z oldida bo'lardi. Hozir esa pensiyalar ko'p hollarda bank kartasiga tushadi. Bu qulay. Karta orqali do'konda to'lash mumkin. Bankomatdan yechish mumkin. Mobil ilova orqali kommunal to'lovlarni amalga oshirish mumkin. Lekin qulaylik bilan birga yangi xavflar ham paydo bo'ldi. Eng katta xavf shuki, pensionerning pullari endi nafaqat cho'ntagida, balki raqamli tizimda turibdi. Demak, firibgarlar ham endi eshikma-eshik yurib emas, telefon orqali, SMS orqali, Telegram orqali, hatto bank xodimiman deb qo'ng'iroq qilib pulni yechib olishga urinmoqda. Men ko'p murojaatlarda aynan bir xil holatni ko'raman. Pensioner kartasiga pensiya tushgan kuni unga notanish raqamdan qo'ng'iroq bo'ladi. Kartangiz blok bo'ladi. Pensiyangiz qaytarib olinadi. Yangi tizimga ulanish kerak. SMS kodini ayting. Kartangizni tekshiryapmiz. Kompensatsiya pulini tushirib beramiz deyishadi. Odam ishonib kodni aytadi. Natijada bir necha daqiqa ichida kartadagi pul boshqa hisobga o'tib ketadi. Keyin bankka boradi, militsiyaga murojaat qiladi. Lekin pulni qaytarish har doim ham oson bo'lmaydi. Mana shu bugungi yomon xabarning eng og'ir tomoni. Karta orqali pensiya olayotgan odamlar, firibgarlar uchun eng qulay nishonga aylanib bormoqda. Yana bir o'zgarish. Banklar xavfsizlik sababli ayrim operatsiyalarni to'xtatishi yoki kartani vaqtincha bloklashi mumkin. Masalan, bir kunda odatdagidan ko'p pul yechilsa, boshqa viloyatdan kirish bo'lsa, mobil ilovaga yangi telefon orqali ulanish bo'lsa, bank buni shubhali deb baholashi mumkin. Bu pensioner uchun qulay. Pulim tushgan edi, nega yecha olmayapman deb sarosimaga tushadi. Lekin bank tomonidan qaraganda bu himoya chorasi. Muammo shundaki, pensioner oldan bilmasa vahimaga tushadi. Aynan shu vahimadan firibgarlar foydalanadi. Asosiy qism 1. Kim xavotir olish kerak? Kim kamroq xavotir olishi mumkin eng avvalo? Kimlar ehtiyot bo'lishi kerakligini aniq aytaman. Birinchi guruh pensiyasini kartaga olib, kartasini farzandi, qo'shnisi yoki tanishiga berib qo'yadigan pensionerlar. Masalan, otaxonning kartasi kelinida turadi. PIN kod ham kelinda. Har oy pensiya tutsa, kelin bankomatdan yechadi. Bir qismini otaxonga beradi. Bunda oila ichida ishonch bo'lishi mumkin, lekin huquqiy jihatdan muammo tug'iladi. Agar pul noto'g'ri yechilsa, kim javob beradi? Otaxon men ruxsat bermaganman desa, bank kartadan PIN kod bilan yechilganini ko'rsatadi. Bank uchun PIN kodni bilgan odam yoki karta egasining roziligi bilan harakat qilgandek ko'rinadi. Ikkinchi guruh telefondagi SMS kodlarni tushunmaydigan, lekin mobil bank ilovasiga ulangan pensionerlar. Masalan, onaxon oddiy telefon ishlatadi, lekin kartasi farzandining smartfonidagi ilovaga ulangan. Pensiya tushadi. Ilovaga xabar keladi. Agar farzand halol bo'lsa, muammo yo'q. Lekin telefon yo'qolsa, SIM karta boshqa odam qo'liga tutsa yoki telefon ichidagi ilovaga begona odam kirsa, pul xavf ostida qoladi. Men bunday vaziyatlarda eng avval karta qaysi telefon raqamiga ulangan degan savolni beraman. Ko'pchilik javob bera olmaydi. Bu juda xavfli. Uchinchi guruh bankomatdan pul yechishda boshqalardan yordam so'raydiganlar. Masalan, pensioner bankomat oldida navbatda turibdi. Ko'zi yaxshi ko'rmaydi, meni tushunmaydi. Bolam, menga yordam berib yubor deydi. Begona odam kartani oladi, PIN kodni ko'radi, pulni yechib beradi. Shu jarayonda kartani almashtirib qo'yishi, PIN kodni eslab qolishi yoki pul chiqmadi deb aldashi mumkin. Bunday holatlar juda ko'p. Ayniqsa pensiya tushadigan kunlarda bankomatlar oldida firibgarlar aylanib yurishi hech kimga sir emas.
4-chi guruh, kompensatsiya, qo'shimcha to'lov, yangi nafaqa, prezident puli kabi xabarlarga tez ishonadiganlar. Telegramda link keladi. Pensionerlarga 500 ming so'mdan yordam puli berilmoqda. Kartangizni kiriting. Odam karta raqamini, amal qilish muddatini, SMS kodini kiritadi. Shundan keyin pullar yechiladi. E'tibor bering. Davlat organlari yoki banklar hech qachon pul berish uchun sizdan kartaning to'liq ma'lumotini, ayniqsa SMS kodini so'ramaydi. Agar kimdir SMS kodini so'rasa, bu deyarli har doim firibgarlik belgisi. Endi kimlar nisbatan kamroq xavotir olishi mumkin? O'z kartasini o'zi ishlatadigan, PIN kodini hech kimga aytmaydigan, SMS kodini begonalarga bermaydigan, bank xabarlarini diqqat bilan o'qiydigan pensionerlar kamroq xavf ostida. Lekin bu men bilan bunday bo'lmaydi degani emas. Bugun firibgarlar juda ustamon. Ular odamni qo'rqitadi, shoshiltiradi. Hozir aytmasangiz kartangiz yopiladi deydi. Shuning uchun hatto hushyor odam ham bir lahzada xato qilishi mumkin. Keling, aniq misollar bilan tushuntiraman. Birinchi misol, pensioner oyiga 1 million 200 ming so'm pensiya oladi. Pensiya kartaga tushgan kuni unga qo'ng'iroq qilishadi. Sizning kartangizga noto'g'ri pul tushgan, tekshirish uchun SMS kodini ayting deyishadi. U kodni aytadi. 10 daqiqa ichida 1 million 200 ming so'm boshqa kartaga o'tib ketadi. Banka bo'lsa, operatsiya SMS tasdiq orqali amalga oshirilgan bo'ladi. Endi pulni qaytarish uchun ariza, surishtiruv, tergov kerak. Bu vaqt, asab, yo'l xarajati degani. Ikkinchi misol, onaxon 9 ming so'm pensiya oladi. Nevarasi unga yordam berish uchun mobil ilova o'rnatib beradi. Lekin ilova paroli juda oddiy. Tug'ilgan yil yoki bin yomber. Telefon uyda turadi. Mehmon keladi. Bola telefonni o'ynaydi. Tasodifan ilovaga kiradi yoki kodni ko'radi. Kommunal to'lov qilaman deb noto'g'ri o'tkazma qiladi. Bu firibgarlik bo'lmasligi ham mumkin, lekin pul baribir ketdi. Demak, xavfsizlik faqat begonalardan emas, uy ichidagi beparvolikdan ham boshlanadi. Uchinchi misol, otaxon kartasidan 2 million so'm yig'ib qo'ygan. Har oy 300-400 ming so'mini ishlatadi, qolganini kartada saqlaydi. Bir kuni bankomatdan pul yechmoqchi bo'ladi. Karta utilib qoladi yoki bankomat ishlamaydi. Yondagi begona odam, men bilaman, telefoningizga kelgan kodni ayting, chiqarib beraman deydi. Otaxon aytadi. Bu kod aslida mobil ilovaga ulanish kodi bo'ladi. Firibgar ilovaga kirib, kartadagi hamma mablag'ni yechadi. Shu sababli men doim aytaman. Bankomat oldida begona odamga karta ham, kod ham, telefon ham berilmaydi. Bu masalada eng katta nozik jihat shuki, hamma bloklanish yoki cheklov yomon narsa emas. Ba'zan bank kartani vaqtincha bloklasa, bu sizning pulingizni saqlab qolish uchun qilinadi. Masalan, kartangizdan birin-ketin 5 marta noto'g'ri PIN kod terildi. Bank bu karta egasi emas, begona odam urinyapti deb kartani bloklashi mumkin. Pensioner esa bank pulimni bermayapti deb o'ylaydi. Aslida bank xavfsizlikni kuchaytirgan bo'ladi. Bunday paytda vahima qilmasdan bankning rasmiy raqamiga qo'ng'iroq qilish yoki filialga borish kerak. Ikkinchi nozik jihat, karta muddati tugashi. Ko'pchilik kartaning old tomonidagi oy va yilga e'tibor bermaydi. Masalan, kartada 0825 yozilgan bo'lsa, bu karta 2025 yil avgust oyigacha amal qiladi degani. Muddati tugagan kartaga pensiya tushishi yoki tushmasligi bank tizimiga bog'liq bo'lishi mumkin. Lekin amalda odam bankomatdan pul yecha olmay qoladi, do'konda to'lov o'tmaydi. Shuning uchun karta muddatini oldindan tekshirish kerak. Muddati tugashiga 2 oy qolganda bankka borib yangisini olish eng to'g'ri yo'l. Uchinchi nozik jihat, ishonch masalasi. Agar pensioner o'zi yura olmas, kasal bo'lsa, nogironligi bo'lsa, uning nomidan boshqa odam pul olishni xohlasa, buni og'zaki kelishuv bilan emas, qonuniy ishonchnoma orqali qilish xavfsizroq. Chunki karta va PIN kodni berib qo'yish juda xatarli. Ishonchnoma notarial tartibida rasmiylashtiriladi yoki qonunda nazarda tutilgan ayrim holatlarda boshqa tartiblar bo'lishi mumkin. Bu orqali kim, qachon, qancha muddat, qanday vakolat bilan harakat qilishi aniq bo'ladi. Ertaga nizoli vaziyat chiqsa, hujjat asos bo'ladi. 4-chi nozik jihat, qarzdorlik va majburiy undirish masalalari. Ayrim fuqarolar pensiyam kartaga tushdi, lekin pul kamayib qolgan deydi. Buning sababi ba'zan kredit, aliment, sud qarori, ijro hujjati yoki boshqa majburiy to'lov bo'lishi mumkin. Bu holatda bank o'zicha pulni olib qo'ymaydi, odatda huquqiy asos bo'ladi. Lekin pensioner buni bilmasa, meni aldashdi deb o'ylaydi. Shuning uchun kartadan pul kamayganini ko'rsangiz, darhol bankdan
hisob varaq bo'yicha ko'chirma oling. Ko'chirmada pul qayerga ketgani ko'rinadi. Agar tushunarsiz yechim bo'lsa, bankdan yozma izoh talab qiling. 5-nozik jihat bank komissiyalari. Ba'zi operatsiyalar bepul, ba'zilari pullik bo'lishi mumkin. Masalan, o'z bankingiz bankomatidan yechish boshqa, boshqa bank bankomatidan yechish boshqa. Mobil ilova orqali o'tkazma qilishda ham komissiya chiqishi mumkin. 1%, 15% kichik ko'ringani bilan har oy takrorlansa, pensioner uchun sezilarli pul. Masalan, 20 million so'mdan 1% 10 ming so'm, yiliga 120 ming so'm. Bu pulga doğru olish mumkin. Shuning uchun qaysi operatsiya pullik, qaysi biri bepul ekanini bankdan aniq so'rab oling. 6-nozik jihat telefon raqami. Kartaga ulangan sim karta yo'qolsa yoki boshqa odam nomida bo'lsa, bu katta xavf. Ko'p pensionerlar farzandining nomidagi raqamdan foydalanadi. Keyin farzand boshqa davlatga ketadi, raqam ishlatilmay qoladi. Operator raqamni boshqa abonentga berishi mumkin. Agar kartaga bog'langan SMS xabarlar shu raqamga ketsa, xavf paydo bo'ladi. Shuning uchun kartaga ulangan telefon raqami aynan karta egasining nazoratida bo'lishi kerak. Hech bo'lmasa, oilada ishonchli odam bu raqamni doim nazorat qilishi zarur. 7-nozik jihat bank xodimi qo'ng'iroqlari. Haqiqiy bank xodimi sizga qo'ng'iroq qilishi mumkin, lekin u hech qachon SMS kodni, PIN kodni, kartaning orqa tomonidagi CVV kodni so'ramasligi kerak. Agar so'rasa, suhbatni darhol to'xtating. O'zingiz bank kartangiz orqasidagi yoki bankning rasmiy saytida ko'rsatilgan raqamga qo'ng'iroq qiling. Firibgarlarning eng kuchli quroli shoshiltirish. Sizda 3 daqiqa bor. Hozir aytmasangiz pulingiz muzlatiladi. Operator kutyapti kabi gaplar odamni o'ylashdan to'xtatadi. Men maslahat beraman. Bunday paytda telefonni qo'ying. 10 daqiqa jim o'tiring. Keyin rasmiy manbaga murojaat qiling. Birinchi qadam, kartangizni tekshiring. Karta muddati tugamaganmi? Karta egasining ismi to'g'rimi? Karta ishlayaptimi? Bankomatdan balans ko'rinyaptimi? Agar karta eski bo'lsa, chizilgan bo'lsa, bankomat uni o'qimasa, bank filialiga boring. O'zingiz bilan shaxsni tasdiqlovchi hujjat, ya'ni ID karta yoki pasport, pensionerlikka oid hujjat bo'lsa, uni ham. Bank kartangiz va telefoningizni olib boring. Ikkinchi qadam, kartaga ulangan telefon raqamini aniqlang. Bankka borib yoki rasmiy kol markaz orqali so'rang. Mening kartam qaysi telefon raqamiga ulangan? Agar raqam siz ishlatmaydigan, eski, begona yoki farzandingizning nazoratida bo'lmagan raqam bo'lsa, darhol o'zgartiring. Raqamni o'zgartirish uchun odatda shaxsni tasdiqlovchi hujjat kerak bo'ladi. Telefon o'zingizda bo'lsin. SMS kelishini tekshirib oling. 3-qadam, PIN kodni almashtiring. Ayniqsa PIN kod martandingiz, qo'shningiz, sotuvchi yoki bankomat oldidagi begona odam bilgan bo'lsa, darhol almashtiring. PIN kod 1000, 1001, 1002, 34. Tug'ilgan yil, telefon raqamining oxiri bo'lmasin. PIN kodni qog'ozga yozib kartaning yoniga qo'ymang. Bu eng ko'p uchraydigan xato. Agar yozishga majbur bo'lsangiz ham, uni karta bilan bir joyda saqlamang va begona odam tushunmaydigan shaklida yozing. 4-qadam, SMS kod bo'yicha uyda qo'yda joriy qiling. Oiladagi hamma bilsin, SMS kod hech kimga aytilmaydi. Bankka ham, soliqchiga ham, pensiya xodimiga ham, mahalla vakiliga ham, kompensatsiya beramiz degan odamga ham aytilmaydi. Agar onaxon yoki otaxon qo'ng'iroqlarga tez ishonadigan bo'lsa, telefon yoniga katta qilib yozib qo'ying. SMS kodni hech kimga aytma. Bu oddiy qog'oz minglab so'm emas, millionlab so'mni saqlab qolishi mumkin. 5-qadam, bankdan hisob ko'chirmasi olishni o'rganing. Har oy pensiya tushgandan keyin balansni tekshiring. Agar pul kamaygan bo'lsa, taxmin qilmang, baslashmang, avval ko'chirma oling. Ko'chirmada sana, vaqt, summa, operatsiya turi ko'rinadi. Agar siz qilmagan operatsiya bo'lsa, bankka yozma ariza bering. Arizada men ushbu operatsiyani amalga oshirmaganman. Tekshirib berishingizni so'rayman deb yozing. Arizaning nusxasiga qabul qilingan sana va imzo qo'ydirib oling. 6-qadam, firibgarlik bo'lsa, vaqtni yo'qotmang. Birinchi navbatda bankka qo'ng'iroq qilib kartani bloklatish kerak. Keyin bank filialiga borib ariza yozasiz. So'ng ichki ishlar organlariga murojaat qilasiz. Murojaatda telefon raqamlari, SMSlar, qo'ng'iroq vaqti, pul yechilgan summa, karta raqami oxirgi raqamlari bank ko'chirmasi bo'lsin. Mayli endi ket deb qo'l siltamang. Bugun siz murojaat qilsangiz, ertaga shu firibgar boshqa pensionerni alday olmasligi mumkin. 7-qadam. Agar pensioner o'zi bankka bora olmasa, huquqiy yo'lni tanlang. Notarial ishonchnoma rasmiylashtirish
bank bilan maslahatlashish, uyga xizmat ko'rsatish imkoniyati bor yo'qligini so'rash kerak. Har bir bankning ichki tartibi boshqacha bo'lishi mumkin. Shuning uchun qo'shnim shunday qilgan degan gap bilan ish tutmang. Bankdan aniq javob oling. Kerak bo'lsa, pensiya jamg'armasi bo'limiga ham murojaat qiling va pensiya to'lov shakli, karta ma'lumotlari, shaxsiy ma'lumotlar to'g'riligini tekshirtiring. 8-qadam, mobil ilova ishlatilsa, parol va qurilmani himoya qiling. Telefoningizda ekran qulfi bo'lsin. Ilova paroli boshqalarga aytilmasin. Telefon yo'qolsa, darhol sim kartani bloklatish, bank ilovasini to'xtatish, kartani vaqtincha bloklash kerak. Agar pensioner smartfon ishlatmasa, mobil ilovani majburlab o'rnatish shart emas. Ba'zan oddiy SMS xabarnoma va bankomat orqali yetish xavfsizroq bo'ladi. Faqat jarayonni ishonchli odam kuzatib tursa bas. 9-qadam. Yaqinlaringiz bilan ochiq gaplashing. Ko'p oilalarda pul masalasi uyatli mavzu deb qaraladi. Lekin pensionerning kartasi kimda? PIN kodni kim biladi? Telefon raqami kimda? Pensiya qachon tushadi? Qaysi dorilarga qancha pul ketadi? Bular aniq bo'lishi kerak. Ayniqsa yolg'iz yashaydigan otaxon onaxonlarga haftasiga bir marta qo'ng'iroq qilib, hech kim kartangizni so'ramadimi? SMS kod so'ramadimi? Notanish link bosmadingizmi? deb so'rang. Bu nazorat emas, bu himoya. 10-qadam. Rasmiy manbalarga tayaning. Pensiya miqdori, to'lov sanasi, bank kartasi, yangi tartiblar bo'yicha xabarni faqat rasmiy idoralar, bankning rasmiy sayti, rasmiy kol markazi, pensiya jamg'armasi yoki davlat xizmatlari orqali tekshiring. Telegramdagi noma'lum kanal, Facebookdagi post, WhatsAppdagi ovozli xabar asosida karta ma'lumotlarini kiritmang. Hamma o'lyapti ekan degan gap eng xavfli gaplardan biri. Yana bir muhim tavsiya. Agar siz pensiyani kartaga olishni xohlamasangiz yoki karta bilan ishlashingizga og'ir bo'lsa, mavjud qonuniy imkoniyatlarni bank yoki pensiya jamg'armasidan so'rab biling. Ba'zi hollarda to'lov shakli, yetkazish tartibi yoki vakil orqali olish bo'yicha alohida tartiblar bo'lishi mumkin. Men bu yerda hammaga bir xil yo'lni majburlab aytmayman. Chunki har bir odamning sharoiti boshqacha. Kimdir shaharda yashaydi, bankomat yo'lida, kimdir chekka qishloqda, kimdir yura oladi, kimdir yura olmaydi. Kimdir telefonni yaxshi biladi, kimdir tugmali telefondan ham qiynaladi. Eng to'g'ri yo'l o'z holatingizni tushuntirib rasmiy javob olish. Demak, pensiyani kartaga olishning o'zi yomon emas, yomon tomoni beparvolik. SMS kodni aytish, PIN kodni tarqatish, begona linklarga kirish, karta muddatini tekshirmaslik va rasmiy manbaga emas mish-mishlarga ishonish. Bugungi ogohlantirishning asosiy ma'nosi shuki, pensiya kartasi oddiy plastik emas. U pensionerning bir oylik noni, dorisi, kommunal to'lovi va hayotiy ehtiyojlari saqlanadigan vosita. Uni himoya qilish kerak. Agar sizning ota-onangiz, bobo-buvingiz yoki qo'shningiz pensiyasini kartaga olsa, bugunoq ularga qo'ng'iroq qiling. Karta qayerda? PIN kodni kim biladi? Telefon raqami to'g'rimi? SMS kod nimaligini tushunadimi? Bularni tekshiring. Shu oddiy suhbat bir oilani katta yo'qotishdan saqlab qolishi mumkin. Sizda ham shunday holat bo'lganmi? Pensiya kartasi bilan muammo, bloklanish, firibgar qo'ng'irog'i yoki tushunarsiz yechimga duch kelganmisiz? Fikringizni izohlarda yozing. Boshqalar ham tajribangizdan xulosa oladi. Videoni yaqinlaringizga yuboring. Like bosing va kanalga obuna bo'ling. Men esa keyingi videolarda pensiya, bank kartalari, ijtimoiy to'lovlar va fuqarolar bilishi shart bo'lgan huquqiy masalalarni yana sodda tilda tushuntirib boraman.